O'tkazvar biladi, o'tkazvar nahoy. O'zi qo'toqqa ham erishmagan, pullari fashilni, bizneslari xuyoviy, basharasi xuyoviy, ko'rinishi xuyoviy bilan infosiyaga tak dali. Shuna gaplar bilan o'zingcha nimanidir tushuntirishdan ko'ra biladi. O'zingni lattaligingda, harakat qilmasdan chumoga o'xshab yotganingda, qo'lingdan qo'toqni ham ish kelmaydigan bitta tormozligingni tan olgan. Chunki sen qachonki boshqalarning hayotini afsuslar qilib yuraversang biladi, o'zingning hayotingda hech qanaqa yutuqlar bo'lmaydi, tushunyapsanmi? Nixuya ishtimani tushunmayapsan. Qara, men har kun zalda yipash qilaman. Dahuya kitoblarda o'qiganman. Shuning uchun ham soqqalarim dahuya. Shuning uchun ham bizneslarim dahuya. Shuning uchun ham auditoriyam dahuya biladi. Aslida bo'lsa bulardan hech qaysi biri nixuya yo'q biladi. Shuning uchun ham biladi, yibanga o'xshab ko'zlaringni boldigidan qochib, jonim ko'taydi. Joy balqondan rismlar chiqarib, umrimni yedi biladi. Infosiga ko'rishga ko'zim yo'q, dalbayib lo'q. Bilasanmi, muammo nimada biladi? Sanda prosta turmaydi hali. Sanda biladi, testosteron urug'ini juda niski. Davay biladi, erkakligini tan olib, bugun zalga chiqib, galtellar bilan shtangalar bilan normalniy sikishgan biladi. Erkakligini tan olib biladi, og'riqlarni his qilgan biladi. Atrofiga biladi, normalniy odamlarni yig'ib qanaqadir bachkana, u yo'bishi biladi, prikollar, retseptlar, qanaqadir xezali blogerlarni ko'rmasdan biladi. Menga podpisatsiya tashab, atrofinga biladi, normalniy seni ko'tarilishingga yordam beradigan odamlarni yiqqan biladi. Liba bo'lmasa negativligini qilib, "Oy, biladi. Yoz nahoy, lipoy negativingni yo'q, po'q qo'y menga, yoz biladi. Liba o'tkazvar nahoy. Tovuq miya, itin nahoy."